Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Allohga, payg'ambarga, farishtalarga, kitobga, oxiratga ishonish iymon bo'lsa, vatanimizni besib olgan tajovuzchi kommunist zolimlarga tish tirnoqimiz bilan nafrat qilish aqidadir. Ular bilan kurash qilish eng afzal ibodatdir. Mana bu dindir, mana bu aqidadir. Aqida bilmagan shaytonga eldir. Gerçi 1000 yıl ibadet qilsa yeldir. Hattoki zalimlar birayga dasab qo'ysak, ochiq chiqib qoldigan shu qolsa, shuni dasab qo'yishning o'zi Qur'oni Karimning oyatiga ko'ra savobli yozilgan bir ish qarindoshlar. Bir kommunist zalim kafirni 1000 yildan keyin qabriston tatib chiqib, maqsading nima desa, musulmonni, Uyg'urni yo'qotish deb javob berdi. Shuning uchun biz bolalarimizni, taliblarimizni, o'quvchilarimizni, oilamizni mana bu aqida bilan tarbiyalaymiz. Agar yashsak, mana bu nafratimiz bilan yashaymiz, o'lsak, bu nafratimizni aqida deb turib qabrimizga birlab ketamiz. Allah bilan qasamki, vatanini besib olgan zolim kommunistlar meni la ilaha illalloh desimi hargiz demagan bo'lardim.